Ko'rdingmi? Haqdor inson bo'lsa, hech qachon birovdan yordam so'ramaydi. O'zi harakat qiladi har doim. Aka, ozgina o'tib bera olasizmi? Pulingiz yetmayotgan bo'lsa, mana bunker sizni bor. Aynan mana shu brend kerak menga. Bo'lmasa bundoq qilamiz. Bitta xo'jayin bilan gaplashib ko'ring, aytaman sizga. Aktiv Plus bilan shartnoma tuzib qo'yganman. Aynan Fabian brendidagi duxkontenli katyoli bilan ko'mirni katyoliga. Yaxshilab qaranglar, tushirib olinglar, arzon qilib sotinglar, tushundinglar? Buni boshqalarga qaraganda xo'jayin eng afzal tarafi bor, bizga hammamizga ma'qul kelgani 0.3 barda yonyapti. Shu narsa juda ekonomичный ekan. Menimcha bu narsaga sпрос juda zo'r bo'lsa kerak, Namanganda. Xo'jayin, ko'chada bitta insonni pullari yetmayotgan ekan. O'shanga skidka qilib bera olamizmi? Qilib beringlar, qiynalgan insonga o'xshayaptilar. Iloji bo'lsa, lokatsiyasini olib dastlabkini qilib beringlar bepul qilib. Xo'p bo'ladi. Men bitta narsaga tushunmayman-da. U odam kelishtirib berdi o'tgan ekan. Balki eski kiyimini kiyib kelgandir arzonroq olish uchun. Siz nimasiga qarab buni hukm chiqaryapsiz? Shunaqa degan. Senga bitta topshiruv bor. Mana pulni olganda shu odamga o'zingni nomingdan ehson edi shu sizga. Bitta duo qilib qo'ying deb bir so'rab ko'rchi. Ha, bu pulni liboy odam oladi-yu. Bo'ldi, siz aytganingizni bajaramiz oz. Assalomu alaykum. Katyol qayerniki ekan? Mahsulot Turkiyaniki ekan, ichidagi zibur Yevropaniki ekan. Aha. Aka, xo'jayin bilan gaplashdim. Bo'ldi, qilib beramiz kelishtirib. Rahmat aka. Sen ishingni qilavergin. Aka, sizni qiynalganingizni ko'rib, shu mendan $100 sizga ehson, haqqimga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Aka, bu pulga ehtiyojim yo'q. Agar ekson qilishni xohlasangiz, mendan ham muhtojlarga ekson qiling. Ha, nima bo'ldi? Suvga tushgan mulla menga eshakdek kelib o'tiribsan. Ko'rinishi oddiy bo'lgan bilan pulni olmadi, xo'jayin, hayron qoldim. Men bu odamga sal boshqacha baho berib qo'ydim. Pulni berdim, olmadi lekin xo'jayin. Ko'rdingmi? Haqdor inson bo'lsa, hech qachon birovdan yordam so'ramaydi. O'zi harakat qiladi har doim. Bo'pti, borib ishinglarni ko'ringlar. O'rtoqlar, agar sizlarga mana shunaqa Fabian brendidagi katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'mirli katyollar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Xudo xolisa, Promzonda joylashgan Kaz do'konimizga murojaat qilasizlar. Inshaalloh Namangan xalqi uchun eng original, eng kачественный hamda Turkiyada ishlab chiqarilgan katyollarimizni taklif qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Videoga like bosib tarqatib qo'yish esdan chiqmasin. Rahmat.